Mağdursiz ko'rinadigan ikki qo'li ikki tarafida jonsiz sangilab, "Mana deb ko'zga cheliqib turadigan ustaxini qo'lining terisi bilan etini ko'tarib turishqimi kuchi yetmayotgandek qiladi. Gulxon uning bu yerginishlik abdiga qarab, og'zini qimirlatib yerim ochdi. Uning bu turqidan ichiga patmay qilayotgan qo'rsoq ko'piki, og'rinishi va g'azab nafratini biraqli chiqarib olishga oldirayotgandek qiladi. Biroq u yanada hech nima deyamadi. Uningdagi o'shmanlik va g'azabning orqasiga o'zimi to'ymagan holda ichi og'irtish va yuragi echishdan iborat bir xil kuyinish hissiyoti paydo bo'ldi. Bu ayollarda bo'ldigan kang'ursoqlik, apuchanlik, mehrga to'lgan qalbning o'z odamiga nisbatan hardam namoyon bo'lib turadigan, o'z qiyirinishi uchun o't dengizga kirishga tayyor turadigan qo'rqimsiz shijoatining bo'g'anligidan bo'lsa kerak. Nim deyish kerak? Zodi nim deyish kerak? U ko'z oldida bechoralarcha, gunohkorlarcha ko'zni mildiriltib, beshini sangiltib turgan bu cho'pchong bir erga yana nimami deyalsin? U levini qattiq tishladi. Uning bu holati xuddi bir onaning sirti kapsizlik qilib, boshqalar bilan urushib qilib, bosh ko'zni yarlandirib qaytib kirgan bolasini ko'rib, ham ochig'i kelib, ham yuragi etishib, ham tilg'usi, ham uning beshini silg'usi, ham ichog'urtqusi, ham mangziga bir tasdik urg'usi, ham birni suyib qo'yg'isi kelgandek, nima qilarini bilinmay mangdab turib qolgandagi turqig'ila o'xshab qolgan edi. Ona bo'lmoq, xotin bo'lmoq, kang qo'rsoq, apuchan bo'lmoq nima degan tasa? Ayol. Bu so'zning asli ma'nosi ayol g'ushtig'i. Lekin u bu erning qo'lida nemishqa biraqla xo'rliq tatquchi, azoblang'uchiga aylanib qoladi. Chunki u muhabbat uchun o'zini qurbon qilganligi, Mo'sha erni deb ota-onasidan voz kechganligi, hammaga chidashlik, ko'tarishlik ona bo'lganligi, muhabbat uchun hammadan voz kechgan sarang mashq bo'lganligi uchunmi? Amdili 8 yoshning qarasini olgan bir o'gay qizining yetishdan yechish yo'q u olamga safar qilishiga qarab turgan bequvul ona bo'lganligi uchunmi? Yoki ich bag'rini yerib shuncha kuyinsimu qiynonisi oldida yaxshi bo'lolmagan 5 yoshlik o'gay o'g'lining onasi bo'lib qolganligi uchunmi? U amdi hech bo'lmaganda ashu amdili 3 yoshga kirish oldida turgan, lekin normal mangolmaydigan, o'z ajdidan asla chiqolmaydigan kichik o'g'li uchun bo'lsa-mu, er tarafidan ayolg'uchi bo'lolmagan taqdirdimi, yanila o'zini o'zi bo'lsa-mu oyish kerak. Elimu oldin qitim tagishib qolganda, u bu er bilan 10 kunga yaqin bir eg'iz paranglashmadi. Bir haftagacha uning qarisini ko'rmadi. Buni azdab qiynonisi Turaxon Kapkaning demigan gapi qolmadi. Mana, bu qitimmi uydagi pulga yarg'idek narsalarni supurib yig'ishtirib chiqib ketgan. Uydan chiqib ketganiga hafta bo'lay deb qolgan bu er bugun osmondan tushgandek tuyuqsiz paydo bo'lib qoldi. Bu bir ayolning, xotin bo'g'ichining bir uyda birga yashagan, bir yostiqqa bosh qo'ygan, kelgusi baxtli go'zal kunlarga erishtirdi deb jabosini tatib kelayotgan erdan kutgan umidi, orzusi, intilishimi? Uning xiyoli chechildi. U ichiga patmay, teshiga davrab kelgan suyi kabi ochiqi, asarti, g'azabini ichiga bir yutum tükürki bilan qo'shib g'urt qilib yutib o'tib, imkonba o'zini salmoq tutishga, chechilmaslikqa tirishib, uning nozik ko'ngli yana ozor gap qilib, uydan yana yomonlab chiqib ketmasligi uchun dardini ichiga yutib, o'shiq teshik gap qilmasdan faqat ovozini muloyim chiqarib turib, past ovozda so'radi. Tamaq yedingizmi? Er beshini bo'sh chayqadi. Tamaq yemagili qancha kun bo'ldi?
Gulxan uning bechor turqiga qarab, yuragi mujib og'rib ketdi. Bu og'riqqa hech nima to'g'ri kelmaydi. Gap qilmasdan yana beshini chayqadi. Daldang'ishib qo'yib, eshikning keshkini tutqunicha jim turib oldi. Men oshxonaga kirib qarab boqay. Siz yegidek bir narsa bormikin? U burilib, oshxona uyiga qarab mangdi. Lekin u tuyuqsiz uning keynidan yetishib kelib, uning qo'lini ching tutib, tezlik bilan uning belini ching quchoqlab oldi. U yuzini Gulxonning bo'yniga chaplab turib, ovozini titratganicha yig'lamsirab turib, bakmi tasda kekashlab eg'iz ochdi. Gulxon, meni kechir. Men sana yuz kelmayman. Biroq men qana qilishni bilmayapman. Sirtda yana ishda yerdingizmi? Yo'q. Men shu yana ozroq qarzga bo'g'ilib qoldi. Gulxon yuragining beg'ishini birisi kuchab pastga tortayotgandek to'lg'inib ketdi. Yuragi mujib, quchib, ichib og'rib, tishlari kirishib ketdi. Uni kechirma. Hargiz kechirma. Uning ezilib ketayotgan yuragining to'limi cho'nqir bir yerlaridan shundoq bir sada, shundoq bir ogohlantirish, shundoq bir nido yang'irmoqda. Amdi uni sukut qilib turmaslikqa undimakda edi. Bag'ri yumshoqlik qilma. U hozir pishqan aktyorga aylandi. U har qitim qaytib kelganda mushundoq o'yin qo'ydi. U sahna so'zini sirti yodga ilib, bu sahna asarni uyda repetitsiya qilyotdi. U o'zi o'rinlamoqchi bo'lgan nomerni sana oldin o'rlab beryotdi. Sen uni bu qitim kechirsang, uning keyingi qitimliqini apu qilgan, uning yo'l qo'ygan bo'lasan. Shunga kallangni ishlat Gulxon. Dötlik qilma. Hargiz uni aldam xaltisiga tushma. Bo'lmasa bir umr pushaymonda o'tsan. Biroq bu erning ichinishlik yig'i ovozi uning yuragiga qattiq urilib, uning arinlab turgan yuragini texmi bak pulantibdi. Uning ko'z yoshi uning bo'ynini ho'l qilib, issiq yoshlari bo'ynidan dumbisiga eqib tushishga boshladi. U ko'zni ching yumib, o'zini to'ymagan holda keyniga asta burilib, uning chechini yenik siladi. Uning chochlari qalaymiqan, paxbaygan, yillab suv ko'mgandek kirlishib, yiriklishib ketgan bo'lib, go'yoki soyliqdagi qurib, sag'irib ketgan chakandining g'ulig'ili o'xshab qolgan edi. Chechining orliqlarida samonliqda yotgandek cheki chavola marab turgan bo'lib, ba'ayni qushqash changisiga o'xshab qolgan edi. U beshini ko'tirib, ko'zini yumgan holda to'risga qarab, lavlari titrgan holda eg'iz ochdi. Bu oylik ish haqingiz bilan uydan ep chiqib ketgan ashu pullarning tavarruk ziramning hammasini o'tirib etdingizmi? Gulxon ichidan nido qildi. Voy shum peshonam! Voy bechora taqdirim! O'z pushting bo'lgan ashu qizingning nazari uchun men ochliqmay do'konidan qarz kelib turgan 10 yoq qarzining oz bir qismini bo'lsa qaytirib turgandek pul oshirib kelgaysan. Meni bu qatam bo'lsa noumidni qo'ymag'aysan, ha? Lekin u pastga serilib tushib, Gulxonning putini ching quchoqlab, yuzini uning yo'tisiga ching chapladi. Ondan Gulxonning putiga ching yepishib turgan beshini ikki qitim yenik lang'ishtirib qo'yib, xuddi gelig'i bir narsa kaplashib qolgan odamdek bakmi tasda duduqladi. Bu qitimmi ta'lim o'ngdan kelmadi. Ular birlashib meni o'ngda qo'ydi. Topgan targanlarimning hammani utib elib, meni yana Gulxonning yuragi eg'ib, qartidi qilib qoldi. Shundoq bo'lsa-mu, u yanada o'ziga o'zi hay berib, zo'r orzu umidlar bilan yana qaytirib so'radi. Yana boshqalarga qarz bo'lib qolmagansiz?
u pastga qarab bo'sh ovozda titrab turib gapini davom qildi. Shundoq. Ozroq qarz bo'lib qoldim. Qanchalik? Ko'p emas. Taxminan 30 ming yandan oshidi. U go'ylab birlashib, meni bir muncha qarzga bo'g'ib qo'ydi. Bu haftaning oxirigacha qarzni qaytarmasang, uyingni tortib olamiz deydi. Men nima qilarimni bilmay, sizdan yordam so'rab, Gulxon ikki putida jon qolmagandek o'rtirolmay, badani yerga cho'kib ketayotgandek bo'lib, yerga lassida yukinib o'ltirib qoldi. U uning chiroyiga g'azab bilan tikilib qaradi. O'zining xijolat, ma'yuslik, azob oralashib ketgan, sarg'ayib o'xshamaydiganlar bo'lib qolgan chiroyi va ozgaldek ichiga o'ltirishib ketgan ko'zlarini Gulxondan qochirib, qalpoqlari qashqoliga tushib ketgan odamnikidek titrab turib, bakmi bo'sh, bakmi zaif ovozda kechirim so'radi. meni kechir. Men bundaq bularını o'ylamagan. Hey Kamil. Siz zada meni nima qilsin deysiz, ha? Menga nima ishqa ishingiz og'irmaydi? Menga uvol emasmi? Mening jonim ona emas-ku, ha? Buni nima ishqa bilmaysiz? Kamil beshini teximi pastga sangiltib, uning ikki putini teximi ching quchoqlaganicha past ovozda eg'iz ochdi. Gulxon. Opsi. Meni kechirgan. Bu eng oxirgi qitimliqi. Men sana va'da beray. Bundan keyin herkes qimor o'ynamayman. Bu qitim cho'qim rost. Men haqiqatan pushaymon qildim. Gulxon. Meni afv qil. Men endi herkes qimor o'ynamayman. Agar men yana qimor o'ynasam, men odam emas, itning bolasi bo'lib ketay. Sen bu balını elib, meni tashlab yiroqlarga ketgan. Bu qitim, agar sen meni kechirvasan, men o'z xizmatimdan boshqa, yana qo'shimcha kirim qiladigan boshqa bir ishning peshini tutaman. Turmushimizni burunqidanmi bak yaxshilashga tirishiman. Buningga ishonchim bor. Men va'da beray. Cho'qim shunda qilishga ko'zim yetidi. Nimaga ko'zingiz yetidi? Yana uqtirib etishgimi? Yo'q. O'zgarib yaxshi odam bo'lishga. Seni tanqislikda qo'ymay, oilamizni texmi yaxshi qamdab ketishga ko'zim yetidi. Sendan o'tinay Gulxon. Meni mush bir qitim, og'irqi bir qitim kechirgan bo'lamdi. Uni hargiz kechirma. U sana mushundaq va'da berib kelayotgani necha yil bo'ldi. O'shani tap Gulxon. Sen g'ururi bor bir erga emas, balki bir qip-qizil aldamchi kazob bilan to'y qilibsan. Axloqni ishqa sol. Gulxonning quloq tubidagi bu nida bag'on siri jaranglashga boshladi. To'g'ri, har qitim o'xshash bir ravishda takrorlanadigan gaplar. O'xshash ohangda beriladigan va'dalar. Xuddi sahna so'zi yodlayotganga o'xshash past chekitlarini tushirib qo'ymay, duduqlamay turib ravon diyalaydigan sahna so'zi. Gulxon bu gaplarni to'la anglab, xuddi Kamilga o'xshashla o'zgimi pishiq yotqib bo'lib ketdi.